Hozirda juda ko'p 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalarda bo'y o'sish muammosi kuzatilyapti. Shunda ota-onalar nimaga e'tibor berish kerak? Buning asosiy sabablari nimada? O'smaslik. To'g'ri aytasiz. Hozirgi kunda o'smirlarimizda ko'pchiligida bo'layotgan savollarimizdan biri bu bo'y o'smasligi yoki normaga nisbatan yetmasligi. Bo'y o'smasligining asosiy sabablaridan biri hozirgi kunda yashash tarzimiz, uyqu rejimi, ovqatlanish tartibi to'g'ri tashkil qilinmaganidan bo'ladi. Bunda ma'lum bir tekshiruvlar o'tkazilib, bo'y o'smasligining sabablari aniqlanadi. Bunda birinchi navbatda suyaklarda o'sish zonalari bor yoki yo'qligi, o'sish gormoni me'yorda ishlab chiqayotganligi, testosteron gormoni me'yordan pastligi yoki balandligini aniqlanadi. Bundan tashqari, ma'lum bir jismoniy mashqlar, suzish mashqlari bajarilib, buni korreksiya qilishimiz mumkin. Eng avvalambor bunda sababini aniqlab, shunga qarab turib taktika tuziladi.